Qo'qon bir kishi. Assalomu alaykum. Ukajonim, qalaysan? Yaxshimisan? Ketdingmi? To'xta, nima bu? Borib uyg'otib qo'yarsiz. Gaplashib ketamiz. Yo'q. Gaplashib ketamiz. Ukam, nima qilasan? Maza qilib ketamiz. Mana bu yoqqa. Xullas, o'g'limni uylantiryapmiz. Tasavvur qil. Suvda cho'kyapti oying, bolang va men. Kimni qutqargan bo'larding? To'y qachon to'y? Aka o'zi uxlab ketmoqchi edim. Shamollar o'rtada nafas. Sen bitta gap aytaymi? Ayting. Bilasan, men qanaqasiga kirib qo'yaman bu ishga? Afsus, men Yandex.Go'dan foydalansam bo'lardi-ku. Voy men ahmoq. Axir ularda shaharlararo xizmati paydo bo'libdi. Safarni to'g'ridan to'g'ri ilova orqali buyurtma qilish mumkin. Safarning barcha shartlari oldindan ma'lum bo'lardi. Mashina qidirib yurish, chatlarga yozish yoki tanish bilish orqali kelishish shart emas. Hammasi bitta ilovada. Qanday qulay va xotirjam. Hozir 6-iyulgacha birinchi 3 safar uchun 40% chegirma amal qiladi. Taksili nima uchun qilaman deysanmi? Bilaman aka. Hobbi, sizni hobbingiz. Eshitdim sizni. Bo'lar ekan. O'zi gapga to'lib qolsan ozgina. Vashshi, aka. To'xtab tur. Mani vaqtimni olma. Men boshqa taksi chaqiraman. Uzr aka. Yo'q, qayerga ekansiz? Qo'qonga. Qo'qongami? 2 kishi birga ketamiz, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Mana hozir taksi chaqiramiz. Sherzod, jigar yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Sen yo'g'ingda hamma Yandex shaharlar aroga o'tib ketdi-yu. Ketdingmi, ukam? Xohlasang, dam olib uxlab ket. O'zing ish qilasan, ukam?